Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İslam ve Biz programımızın 136. sani görüşünlerini karşılamız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, yıllardan bu yan devam kılıvatkan bu programımızda her bir Müslüman Kur'an ve sünnet nuru astıda düşünüşü gerek boğan xilma-xil temalarını ayrım mavzuqan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Her daim qadek Rabbimden sözlengen bu temalar, bu mezmunlarını doğru şekilde düşünüp hayatımızda tatbiqlab, dünya ve ahirette Rabbimizden razılığına erişiş nimetini bizlerge ata qilishini so'rab başlayapmiz ve şundaq dualar bilan ayaqlashtirib bitkizyapmiz. Albatta bir qancha İslam ve Biz programımızın içinde farklı vaqtlarda milletimizin içinde şun büyük kabi bu milletini azdırış üçün bilimsiz halette ağzı kelgini cöylüp atalmış Kur'an'dan en yirak ama atalmış Kur'ançılar deb nam berilgen bu mahlukların ki hem Allah ma'lum bu kadar ismini mi tilga atmayımız dedik. Bunda kılıp özümüzün ki iğizimizin temlerini mi bozmaslık üçün hem de. Şunun için biz farklı bölümlerde şularning safsatilarga raddiya qaytargan şekilde aslida İslamning, aslida Qur'onning o mazmunlarga, o temalarga nima deydiganligini tushuntirib vaqti-vaqtida javob berib keldik. O'tgandan biz Qur'onchilarningki, ya'ni bu sünnet inkarchilari deb tutundiği bulardi. Bularningki Qur'onni ham inkar qildigan mahluqlar ekanligini huzurlarga tafsili haleti tushuntirgan edik. Bugungi temamiz bu sünnet inkarchileri nima uchun sahobalarga hujum qildi degan temada to'xtalganligimiz tunugun e'lon bergan edik. İnşallah bugün bu mahluqlarningki tarihi, albatta bu milletimizning ichidan chiqib qolgan bir tunugun chiqqan mahluqlar emas. Buningki uzun yillik tarixda İslam ümmetining ichida nini şun bu yıla çıkıp bunun o'xshash hammasi tarixning axlatxonasiga ko'milib ketganligini ham bu suhbatlarimizda tilga olgandik. Shunga tarixiy ham nima uchun sahobalarga til uzatadiganligi bu mahluqlarningki va Qur'on o'zlari iddao qildigan degan uni o'tirib qo'yildi. Biz Qur'onli bo'lsa bo'ldi deb umidsizlarcha Qur'ondan eng yiroq mahluqlar. Bu mahluqlarga Qur'on nima deydi? Bu temalarda inshaalloh vaqtimizning yetişçe to'xtalishga tirishimiz. Programımızın her daimlik mehmini hamala tanışıp boğan hürmetli ustaz Şarq Türkistan Ölümalar Birligi şunaqla Dünya Müslüman Alimlar Birligi a'zosi Abdurrahman Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekranlarda chiqib turayotgan ijtimoiy vositalarimiz shunaqla nomerimiz orqali programımızga alaqadar har qanday fikir taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita kirib ketsak ustoz programmaga. Boshda deganimdek, albatta biz har jamiyat ijtimoiy vositalarda bir safsatlar o'tirg'a chiqqanda ma'lum muhim temalar chiqqan vaqtda uningga vaqti-vaqtida javob berib ma'lum qildi. Bugün şu an bu sahabelerge atalmış bu mahluklarınki şu sahabelerge sünnet inkarchilarning tarihi hakkında biraz bu sahabelerge hücum qilishdan burun bularning bir qisqacha tarixini aslab o'tgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsana Cenab-ı Peygamberimizge dua salamlar olsun. Sünnetni inkar qiluvchi bu azg'ullar Şialar bilan o'xshash bir zamonda maydon kelgan. Sahobalardan kelgan barliq xabarlarni inkar qilishgan. Xo'sh. Bu sababdan olimlar bularga azg'un, zindiq va kofir degan sifatni bergan. Bularni az sonda bo'lib, davr so'ranmay yo'qolgan. Hicriye 3. asrdan tatip ta 20. asrga kadar bular İslam tarixida ko'milib ketgan. Bularning bir ideya, aqimi yoki tashkilot u bu degandek narsa tamamen yo'qolgan.
20. asrning boshlarida, 19. asrning oxirlarida Angliya Hindistonni besib olgan vaqtida, mustamlaka qilib olgan vaqtida Hindistondagi shu vaqtdagi Mo'ng'ul islom davlatini yo'qotish, musulmonlarning aqidasini suslashtirish, musulmonlarning o'rnak ruhini o'ltirish va musulmonlarning ideyasini qalayma-qallashtirib, parchalab boshqarish uchun bu azg'un aqimni qaytadan tirildirib chiqqan. Bu sunnat inkarchiligi Angliya istixborotininki Hindistondagi musulmonlarning aqidasini buzish, axloqini buzish, ideyasini buzish, tajovuzchilikqa qarshi turish, ruhini o'ltirish va ularni ishga to'qinish paydo qilish orqali hamkorlasholmaydigan, birlasholmaydigan yerga kelib boshqarish uchun shakllantirilgan bir azg'un aqimdan yoki harakatdan iborat. Xo'sh. Bu azg'un sunnat inkarchilari islomning prinsiplarini bir-birlab yo'qotish uchun dastlabda Qur'on bo'lsa bizni kifoya edi. Qur'on yetarli, sunnat tutishning hojati yo'q. Sunnatda ba'zi ojiz gaplar bor. Ba'zi to'g'ri bo'lmagan rivoyatlar bor. Qur'onning o'zi kifoya degan bu bayroqni ko'tarib chiqqan. Aning keyinidan sunnatning qonuniy salohiyati haqida shubhani tarqish boshlagan. Ya'ni sunnat qonun bo'lish arzimdi. Qur'onning qonun manbasi edi islomning. Sunnat qonun manbasi bo'lish salohiyati bormi yo'qmi degan bu shubhani ko'tarib chiqqan. Sunnat inkor qilishligiga. Xo'sh. Salohiyati bor desa, nimaga asosan, salohiyat yo'q desa nimaga asosan? Shu bilan ko'tarib chiqqan. Shuni bilan birlikda sunnatga qonunlar va hukmlar haqida shu bilan ko'tarib chiqqan. Hadislarning tekstlari bu hadislarni bizga yetkazgan sahobalar haqida har turli gumonlarni bular taqishga boshlagan. Xo'sh. Undan keyin g'arb dunyosi, bo'libmi Angliya bu azg'un aqimni sharqshunoslik harakati orqali islom dunyosini kengaytirib musulmonlarda ideya qalaymiqanchiligi paydo qilishga uringan. Buning natijasida sunnatni inkor qilgan bu aqim 3 turga bo'lingan. Bir emas bu. Xo'sh. Birinchi aqim islomni yo'qotishni maqsad qilganlar. Islomni butun inkor qilgan aqim desak bu. Masalan, Bahoi Qadiyani o'xshab. Bu Angliya istixborot shakllantirgan azg'un aqimniki birisi. Bu shu sunnatni inkor qilib Qur'onni tutmoqmiz deydigan aqimdan shakllangan. Xo'sh. Birinchisi islomni butun inkor qilganlar. Qadiyani va Bahoi o'xshash. Bundan bosh markazi hozir Londonda. Buni eskartib o'taylik. Ikkinchi aqim Qur'onni tutmoqmiz, sunnatni olmaymiz deydigan azg'un aqim. Xo'sh. Bu hozirgi Londonda kapshayotgan bir qism saxtipazlarga o'xshash. Uchinchi bir sunnat inkorchilar bor. Bular sunnatning bir qismini olamiz, bir qismini olmaymiz deydi. Ya'ni sunnatningki Qur'onda kelgan hukmning enisini ko'rsatgan hadislar bo'lib qolsa olamiz. Agar Qur'onda yo'q hukmlarni olib kelgan bo'lsa, buni olmaymiz deydigan aqim. Bu 2000-yillarda Turkiyada Uyg'urlar biroz bozor topib keyin yo'qolgan aqim. Demak, yangi davrdagi sunnat inkorchiligi, ya'ni 20-asrdan tortib shakllangan bu sunnat inkorchiligi Angliya istixborotining qo'li orqali qurilgan va ularning moddiy va ma'naviy jihatga dastga qo'llashi orqali bir oz bozor topishga uringan bir azg'un aqimdan iborat. Sunnat inkorchilari islomdan har bir musulmon biladigan ham bilish tegishli zo'r bo'lgan masalalarni inkor qilganligi, shuningdek islom olimlari birdek ittifoq kelgan, sahobalardan tortib ta bugunga qadar barliq mujtahid olimlar birdek ittifoq kelgan, islomning ikkinchi qonun manbasi bo'lgan sunnatni inkor qilganlik uchun olimlar tomonidan azg'unlar, zindiqlar va murtadlar deb hukm chiqarilgan. Shunga bu sunnat inkorchilarini Qur'onchilar deb atash xato, mening nazarimda. Xo'sh. Qur'onchilar degan olmaydi. Chunki bular Qur'onga ishonmaydi. Qur'onning ko'rsatmasiga amal qilmaydi. Qur'on payg'ambarga ergashgan hidoyat topsizlar deydi. Payg'ambarning siz qadam ma'noladi. Uning itoat qilinglar. Ya'ni bu deganlik payg'ambar naq boshlasa, naq yetaklasa, uning yo'l yo'riqini tutib manglar degan Qur'onda ko'rsat. Hayot vaqtida keyindan suvga taqibas tag'iz deganlik emas, payg'ambarningki ko'rsatmasiga ergashinglar, yo'l yo'riqiga ergashinglar. Prinsipini tutib manglar. Xo'sh. Demak, payg'ambarning so'zi shartga ergashinglar. Qur'onning ko'rsatmasi bu. Bular buni amal qilmaganlik uchun shu bo'lib Qur'onchilar emas, bir tarafda sunnat inkorchilari deyilsa, yana bir tarafda bo'lsa Qur'on inkorchilari deb atalsa, bu to'g'ri bo'ladi.
Sünnet inkarçılığının maqsadi sünnet inkar qilish to'xtab qolmaydi. Xo'sh. Bularning maqsadi sunnatni inkor qilgandan sirt Qur'onni inkor qilish. Qur'onni bir butun inkor qilmasmi, bir qism oyatlarni inkor qilish orqali o'tganda biz misolni berdik o'tgan darsimizda. Oyatlarning bir qismini inkor qilish orqali islomni yo'qotmoqchi bo'ldi. Xuddi Bahoiya, Qodiyaga o'xshash yangi bir holatda o'zlarini yangilik da'vogarlari, yangilik yaratgan aqim shaklida o'tirib chiqarish uchun bular Qur'onga bir-birlab aytgan, bir-birlab inkor qilishga boshlaydi. Chunki bular sunnatni amalda qoldirgandan keyin inkor qilib, ozg'unlarniki nazarda, zindiqlarniki oldida Qur'on oyatlarini o'zining nafsi xohishi bo'yicha izohlash hech qanday to'sal qilmaydi. Sunnatni inkor qildimi? Sunnatni inkor qilgandan keyin har qanday ozg'un bo'lsin, har qanday zindiq bo'lsin, bu sunnatni o'zining nafsi xohishi bo'yicha izohlashga, tafsir qilishga, bayon qilishga oltindek fursat yaratildi. Chunki bular sahobalarning izohati bo'yicha ma'noy demaydi. Tabiin ulamolarninki metodi bilan ma'noy demaydi. Abu Hanifa olamdi, Shafiy olamdi, Malik olamdi, hozirga qadar islom dunyosi to'nilib kelgan 20-asrda tatib mujtahid ma'allarning metodi bo'yicha ma'noy demaydi. Hamma o'rnakning hammasini bular inkor qilganlik uchun o'zining nafsi xohishi bo'yicha bir narsani deyishga oltindek fursat topiladi. Sunnatni amaldan qoldirgandan keyin halol harom deydigan, bu islomning qizil sisqit deydigan, bu islomning asoslari deydigan, bu islomning ko'rsatmalari deydigan bu yerga vaqtida hech qanday bu tutib turadigan bir jugan topilmaydi. Ya'ni halol harom masalasida, qizil sisq masalasida, asos masalasida, islomning prinsiplari masalasida har xil izohlash yo'l ochildi. Chunki bular Qur'on tafsir qilish metodiga agashmaydi. İslamni tushunish metodiga agashmaydi. Dunyoda har bir fan va shu fan orqali shuni taraqqiy qildirgan, ammo bular Qur'onni izohlaydigan, Qur'onni tafsir qiladigan, buniki mutaxassislari, ulamolari ta payg'ambarimizdan keyin sahobalar davrida bugun qadar olimlar birdek ittifoq kelgan bu metodni tamom inkor qildi. Nima maqsad nima desa, hech qaysining salohiyati yo'q tafsir qilishga. Xo'sh, xo'sh. Malik olamdi, Abu Hanifa olamdi, Tabari olamdi, Ibn Kasir hech qanday birisini tafsir qilish salohiyati yo'q. Menchilik bilimi yo'q bo'ladi. Bizga o'xshash izohlanmaydi bo'ladi. Ularning zamoni o'tib ketdi. Burungi tarixni so'rab kelgani bo'lmaydi. Xo'sh, xo'sh. Ya'ni biz bugungi zamonninki hukm bo'yicha, bugungi zamonninki ideyasi bo'yicha, bugungi zamonda baza topgan yerlishish xarakterdagi bu yangilik tarafdor bo'yicha bizma o'ldan Abu Hanifadan, ya'ni bizdan kirishmaydigan mufassirlar degan bu hukmni o'ttirga chiqmoqchi. Bu ozg'un aqimlar payg'ambarimizningki vazifasini faqatlam tabliq qilish vazifasi deb qaradi. Ilgari jiq to'xtaldi. Bu payg'ambarimiz bu vazifasini ado qilib bo'lgan, tukkan edi. Undan keyin boshqa ish yo'q edi. Payg'ambarning sunnati, payg'ambarning ko'rsatmasi, payg'ambarning o'rniki, payg'ambarning yo'l yo'riqi deganga o'xshab bunday gap yo'q islomda edi. Ammo qandaqdir mush ahli sunnat deydigan ozg'unlar, Xo'sh. Qur'onga amal qilmaslik uchun, Qur'ondan chiqinib chiqib ketish uchun, Qur'onni burmalash uchun, Qur'onni saxtalashtirish uchun bu sunnat hadis degan narsa to'qib chiqib hammasi ezib ketgan edi. Buninki tarixi bu. Gapininki xulosasi bu. Bugungi bu qarindoshlarimiz biroz zag'irtili bilan ifodalash to'g'ri kelsa, buni mushta tushunish lozim. Biz shu an kon tarix kirmadik, yaqinqi tarix haqida biroz bayon bergan bo'ldik. Xo'sh, xo'sh. Alloh razı olsun. Müşkeplerin qavatqa vaqti ma'lum. Salahiyet, qanchalik salohiyatsiz maxluqlar ekanligini, bu millatimizning ichidan chiqqan bularlam emas albatta. Har qanday millatning ichidan shunda safsatini ko'tarib chiqqanlarningki hammasiga qarasa, shu diniy jihatdan chunqur bir saviyaga ega bo'lmagan maxluqlardir. Men shu so'zlayotgan vaqtlarda bularningki o'sha bizning millatning ichidan chiqqan heliqi maxluqlar ya'ni. Tırnak içindeki ammalar şu an düşünüp uluslar bütün dünyaya takılıp ketken bu mahluklarni. Yani bular da özleriçe insanın nima deymiz, nerede külüşünü insan bilemeye kaldı da bularning xuddi o'limalarni shu dinimizga vakillik qilayotgan o'limalarimizga jang e'lon qilgandek ijtimoiy uchur vositalarida hech kim chiqolmadi, quloqni yupirib olmay oldi bilan anglab beqinglar, kimning so'zligiga emas, nimani so'zlayotganligini ko'rib beqinglar. Hey, bu insanın digis kelib qoldi hamda. Sen qaysi salohiyating bu o'limalarningki haqqasini e'tiborga elib, sizning oldingda
chiqmaganligi sening safsatangdan yoki seninki ilmlikligidan qo'rqib qolganligidan emas asli bilsang. Xuddi bu nimda bir misol, bir oddiy misol bersak, bir harukash qo'pib professorlarni ma'lum sohadagi, mayli qaysi bilim sohasidagi bo'lsin, ma'lum bir narsani o'tirg'i safsatini aytib, masalan, bir professorning sohasiga yoki tib bo'lsin, yoki bir injenerlik bo'lsin, bir savodsizdan birisi qo'pib ijtimoiy uchur vositalarga chiqib dunyoni alvan-talvan qilib, vaqirab, chaqirab, men bütün shu sohadagi professorlarning, olimlarning o'tirib qo'ygan narsaning hammasini inkor qilman, bika, quruq gap u deb vaqirab yursa, uning keyin bu sohaning professorlari uning johilligiga qarab, uning qanchalik ahmoq ekanligiga qarab, meqidi voy bechora deb ishag'irib bundaqa echinib uningga hech qanday uni e'tiborga olmay qo'lini keyinlar ittirib etgan bo'lsa, sening o'tirib qo'ygan safsatangdan qo'rqqanligidanmi u professorlarniki, u olimlarniki. Ya'ni seni hech bir shaklda e'tiborga olmaganligidan, seni qat'iyan ro'baro o'ltirib sen bilan bir narsa, har qanday ilm ahli chiqmaydi uning oldiga. Uning bilan bir so'rinda o'ltirib tartishni asla o'ziga loyiq ko'rmaydi, o'zining ilmiga haqorat chog'laydi. Asli bilsa bu maxluqlar, ya numussizlarcha e'lon qilib ketgan narsaga qarab insonning kulgisi keladi. Nerede kulsa, nima degan tragikomedik deydi-ku ma'lumki. İnsanlarga ichindiradigan darajada komediyada hamda bu. Ajoyib vahshiy hamda. Bir insonda xijil bo'lish, numus qilish o'sulgan gap hamda. Ya sening maxluqlaring, sening shu so'zlayotgan maqsad Qur'on bo'lsa bo'ldi. Bularning hammasi o'zgartirilgan sunnat, u bu narsani o'ttirib qo'yib saran qilyapti. Deb sahobalarning og'zini xoligancha xuddi dadang haqidami yoki akang haqidami unda gap qilolmaysan hamda. Shu hidoyat yulduzlari bo'lgan sahobalar haqida og'zingdan chiqayotgan gaplar. Ya sening shu so'zlatayotgan, o'tirg'i chiqarib so'zlatayotgan maxluqing 2 soat, 1,5 soat so'zlagan vaqtida to'xtamay Qur'ondan so'zlamdi. Quruq gap hammasi. Quruq gap. Sen bir qatim so'zlayotgan, o'tirib qo'yayotgan narsaga bu qaysi oyatda yoki qaysi oyatning qaysi suraning nerede keldi, o'sha degan o'tirib qo'ygan narsangiz degan gapni so'rayolmaysan. Soatlarcha quruq gapni qildi. Bir eg'iz so'rmaysan undan. Bu Qur'onda bormi deb, numussizlarcha. Buni e'lon qilalaydi-da. Mishada bugun ijtimoiy uchur vositalarida shu Turkiyadagi dаңliq doktor Mehmet Yusuf Kaplan deb bir odam bor. Milyonlarcha Turkiyada yoshlarni hozir yetaklab mengayotgan, tunilgan bir behchiq kitoblar bor bu odamniki. Shu odamning shu turdagi maxluqlarga qilgan qisqa bir so'zini chiqarib qo'yibdi-da hamda. Qur'on asosdir, faqat tarjimasini deyman. Qur'on asosdir va sunnat usul, ya'ni metod bir musulmonning hayotidagi. Bu metod bo'lmay turib, usul manziliga yetish yo'q. Manziliga yetish, ko'zlagan maqsadimizga yetish yo'qdir, mumkin bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalomning funksiyasini amaldan qoldirayotganlar o'zlarini uning o'rniga qo'yib olganlardir. Natija saxta dindir deydi. Maqsading bu sizlarning. Sizlarning maqsadi bu. Ammo asla va asla bu maqsadingga yetolmaysan. Tarixning axlatxonasiga, bu millatning la'natiga hozirdan boshlab uchrab bo'lishding. Shu yildan buyon allıburun bu tildashdan, bu bütün bu la'nat yig'iyotgan bo'lsa-mu, numussizlarcha o'zlarini yana xuddi hidoyatga erishgan boshqa bütün insonlar jahiliyat davridagi mushriklardan o'tib ketgan, ammo senlar hidoyatning ustida. Voy halingga ya. Bu qadar numussizlar hamda bular. Hamda nima uchun bu maxluqlarningki sahobalarga til uzatganligi, hujum qilganligi haqida to'xtalamiz. Bu sünnet inkarçıları diye var bu azgınlar İslam bir vas hücum kılanmaydı. Mesela İslam zamanı yarmaydı o yak İslam koruğu gap o diyen hoşuma bir kısım densizler var. Uygurların aşağıdan çıkan. Bunların meydanını tebrikleşik arayacak. Gibi aşkar ben kapır diyor. Hoş. Ben dine ışanmayayım diyor. İsa'nın kıyamet günü bir sen diyor. Bunu bilmiş. Şunun kartı anlıklı. Ama sünnet inkarçıları ibadet bu zındıkla İslam bir vas hücum kılanmaydı. Şunu bu İslam'ı bize yetkizip gelgen. Qur'onni bizga yetkizgan, sunnatni bizga yetkizgan bu sahobalarni e'tiborsizlashtirish va bu ummat ichidagi musulmonlar orasidagi uning o'lgilik rolini tamoman yo'qotish qo'rin. Demak bu o'rnak emas. Uning ergishib nima bo'lib turdi? Nima ortiqchiligi bor uning kerak? Bizdan boshqa bir nima farqi bor? Bizda duttachilar, ram salamda biz bir farqi yo'q bir insonlar edi.
Yani onu itibarsızlaştırış, ümmetke ölgülü salayet yoktu bunun korun. Bu arkalık İslam'daki keskin hükümlerini, İslam'daki prensiplerini asasını bir-birlep inkar kılışka uğrunur. Eğer siz bu azgın sünnet inkarçılarına, sizinki bu düşünce, sizinki bu tutkan yolan, sahabelardan ta bugün kadar sanaksız, demeyin nurgulluğun alimler, mutefekkürler, müçtehitlerninki, birlikке gelgen metodiga, ayetlerini izahlash, ayetlerini tafsir qilish metodiga yo'l xarisi uygun emas desangiz pisand qilmaydi. Ma uni qo'yib turib Qur'ondan ko'rsatmizmi xilofsini qilmaydi. Qur'onga zid. Sen Qur'oncha emas, Qur'ondan dushman etsan, uni ham pisand qilmaydi. Nimishqa degan vaqtida, chunki bular bu sahobalarningki Qur'ondan maqsadini bosh qildim, bak yaxshi bildiganligini. Ma'nilarini yaxshi bildiganligini, oyatlarning qanday sharoitda, qanday bir vaziyat tushganligini bilamdulsi bil. Bu sunnatni yani bu ümmetniki örnekini, bu ümmetniki ülgüsünü emelden kaldırıp etkeldik için alimlarning metod zid desek mi pisand qilmaydi, Qur'onninki ko'rsam xilaf desimi, unig'imi pisand qilmaydi. Chunki bular bu ummatning, ya'ni musulmonlarning o'rnikini amaldan qoldirib o'tgan. Bu sahobalar o'rnak bo'lanmaydi. Tabiinlar o'rnak bo'lanmaydi. İslam tarixida to'nilayotgan Navaviy deyli yoki Shofiy deyli, yoki Ibn Hajar yoki Ibn Taymiya bo'lsin, yoki yanimizda hech qaysi o'rnak emas buni. O'rnakda salayet tamam yo'qtiradi. Demek bunun tutuvatgan örneki İslam tarixinde emas, musulmonlarning ishida emas. Bunun tutulan örnekini belki ertogün takım aşkarlışı mümkün. Bayağı o'xshash Muhammed'in emmisin ilgar peygamber deydigan chiqib qolishi mumkin bu. Zalalet guruhlarının qatoridan. Demek bu azg'unlar Qur'onning ma'nilarini, maqsadlarini ve tush ahvollarini eng yaxshi biladigan kishilarningki sahobalar ekanligini obdan bilamiz, obdan bilamiz. Bu sebepten ularni e'tiborsizlashtirib o'tganlik sababdan ularni hech qanday narsa, bu sünnet inkarcı var, bu azg'unlarni hech qanday bir narsa Qur'onni o'zining nafsi xohish bo'yicha izohlashini hech qanday narsa hisob qilolmaydi. Yani bugungi bo'layotgan kapishlar, quruq sapsatalar, tayini yo'q gaplar nereden chiqyapti bo'lsa, chunki bular metod yo'q bo'ladi. Her bir ilimning metodi vardır, bu metod yo'q. Tafsirchilik metodi yo'q, tafsirshunoslik metodi yo'q, İslamni tushunish metodi yo'q birinchi. Ikkinchi birisi ulgi yo'q. Yani İslam tarixida ta sahobalardan bugun qadar hech qanday bir mujtahid olim ummat e'tirof qilgan, u o'rnak bo'lishga salohiyati to'shmaydi. Cho'qim buni o'rnak bo'lishi ya Marks bo'lishi lozim, yoki mavzu bo'lishi lozim, yoki ingliz istixboroti, yoki yanimchisi bo'lishi lozim. Buningki falsafasi bo'yicha. Bular bizga Qur'onni ve sünnetni yetkizishga vosita bo'lgan, sharikati bilan, amaliy faoliyati bilan aynan yetkizgan sahobalar hujum qilishni, islomga hujum qilishni, Qur'on sunnatni e'tiborsizlashtirishning eng oson yo'li, eng zirak yo'li, eng oqilona yo'l deb qaraydi. Biz Qur'onni yo'qtimiz desak, sunnat yo'qtimiz desak, dastlabda buni bizga yo'tkab kelgan, bizga yetkizgan sahobalarga hujum qilish lozim. Buni yo'qotish lozim. Sahabeler hücum qilsak, sahabeler yo'qotsak, u vaqtda islom hücum qila olamiz. Qur'on sunnatni e'tiborsizlashtira olamiz. Bu eng yaxshi yo'li, eng zirak yo'li deb qaraydi. Hücum qilishdan sabab bu. Bu sünnet inkarchilari Allohning dini bo'lgan, islom dinidan o'ynishish, xoligancha burumlashga to'salg'ulayotgan sipilninki qo'rg'ondan sahabelar ekanligini bildi. Ya'ni bugungi o'xshash sapsata, ozg'unlikqa buning asosi nima? Payg'ambarninki madrasada o'qigan, Peygamberninki ko'z oldi tarbiyalangan shaxslardan, sahoba deb atalgan shaxslardan kim shunday qarash topibdi, kim tafsir qilibdi desa, uningga javob berolmaydi. Uningga bir narsa deyolmaydi. Shunga bu o'rnak yo'qotish uchun o'zi xohlagancha u yerdan egizpas sapsatlarni paydo qildi. Demak, bu islomga biz egizpas gap qilamiz-sak, ya xohlagancha skolarizmcha izohlaymiz-sak, yoki sharhshunoslar buni bayon qilamiz-sak, to'salg'i bo'layotgan sipil yoki qo'rg'on sahobadan iborat. Bu sipilni o'rib tashlash lozim. Xo'sh. Chunki bu sahobalarningki Qur'oni Karimni yaxshi tushunganligini, maqsadlarini yaxshi bilganligini, Qur'onning butun ahvollarini tafsil bilganligini bu azg'unlarningki cho'nglari bildi. Ma bu bugungi tayini yo'q, pacham parat, axlat qo'shib puchib yurganlar bilmagan bilan cho'nglari bildi. Ma Turkiyada bir qismlar va arab diyorlarida bo'lgan bir qismlar va biraz azg'un bo'lsin, yana bir taraf bir az insofli taraflari bor. Ba'zi qarindoshlar buni misollarni kelgandek.
Demek bu yenilik yaratamaz. Bu Müslümanlar birleşemedi. Müslümanların birleşememesi sünnet sebepçi olardı de. Bu azgınların bir felsefesi de bir yenilik yaratış gerektir. Şuna bu sünnetni ep taşlash lazım. Fakat Kur'an kelsa bir manba bo'lib qolsa birlashib qolamdiki degan bu xiyol bilan, agar bu xiyol rost bo'lib qolsa bu saxtpazlarniki. Ve enin kendi skolani rejimchilar var bu yerlar birlikda. Biz islomniki u ko'rsatmasi, bu hukmi, bu prinsipi deydigan narsaga bizdeki ihtiyacımız yok. Ya buna amal qilmasak bo'ldi. Bugungi davr 21-davr. Bu 1000 yil ilgariki, 1400 yil ilgariki hukm, bu siyaset yoki u falsafa bugunga tushmaydi deydigan yana bir aqim bor, skolarizm deyman. Bular tagida agar shu falsafani bildigan bo'lsa, tarixshunoslik nazariyasini bildigan bo'lib qolsa, bu sahobalarningki islom tarixida qanchalik rol o'ynaydiganligini obdan bildi. İşte tagida ochiqishni qanday hujum qilishda bu sahobalarningki islomda sipil ekanligini obdan bildi. Qur'onni va yoki Qur'onniki izohat bo'lgan sunnat taqim yaxshi tushunib ochiqishni sahobalar ekanligini obdan bildi. Shuna sahobalarga hujum qilishlikka sabab berdi. Bu gap bundan chiqib qolgan emas, buniki cho'ng tadqiqotchilari bor. Jolid Ziyer deymiz, Yavuzga o'xshash va uningdan boshqa shaxt faylasuf shaxt bo'lsin. Bu sharqshunoslik sohasida bir qism insoflik bo'lib qolsin, bir qism zarlarni qusqan har faylasuflar bor bu sharqshunoslikda islomga sunnat hujum qilayotgan. Ularningki o'ttirib tashlagan zarlarni faqat shuni bir yangilik qisibdi-da, xuddi o'zi yangi bir narsa topib olgan o'sha o'ttirib tashlaydigan dallallardan boshqa farqi yo'q bo'linki. Ya'ni cho'nglarningki sunnat hujum qilish sababi sunnatni ep kelgan, vasso'g'an manbani, vassini yo'q qilib bersak bu tugaydi sunnat. Enin kenedin tedrici bez sünnettin keyin Kur'an hücum kılalımız, Kur'an arkalı İslam'ı yok da alımız deydigan bu plandaki bir partisi bu hareketinden çıkış. Hoş. Eğer harekette bataşta var kes. Hoş. Allah razı olsun. Endi bu Kur'ansız, Kur'an'dan en yirak mahluklar özlerine Kur'ancı da var diye. Şuna Kur'an-ı Kerim sahabeler hakkında ne deydi bu haqda işgahızga qo'yib ketganmiz. Ötkende bu burundan tatip bu akımdan kelimesi sahabeler akıl tekkizdigan. Hem sahabeler'e qarsak, sahabelik kimden İslam'ı öğrengen? Muhammed Aleyhisselam. Sahabeler'in muallimi kim? Muhammed Aleyhisselam. Sahabeler Kur'an'ın tefsir qilish kimden öğrendi? Muhammed Aleyhisselam. Kimden mektubunu tutkizib çıktı? Muhammed Aleyhisselam. Mana bu sahabe. Demek bu sebepten bu sahabelerinki akidesi güçlük. İdeyesi sağlam, ahlakı güzel, İslami tasavvuru joyida. Cengi var, uğuluğu var, gayler bilen işip çıkan muallimi Muhammed Aleyhisselam bu ağaçka. Hoş. Bu sebepten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabelarını maktıgan, mediyligen. Yukarı kasbete bilganlık için. Ve bu sahabelarınki bu ümmetke İslam'ı düşünüşte, İslam ideyesini gündelik hayat tatbiklaşta ümmetke örnek bulaşık yaraydı o deyip cakalıgan Kur'an-ı Kerim'de. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 100. ayet değil. Ves-sabiqunel evveluna minel muhacirin vel ansar vellezine teba'un bi ihsan radıyallahu anhum ve radu an. Ahir. Dastlabda iman etganlar, muhacirlar var, ansarlar var. Dastlabda iman etgan muhacirlar ve ansarlar. Sahabe mi? Sahabe. Ay cennet bisharet bilgan sahabeninki 10 sahabenin hammasi muhacirlarning qatorida bormiz. Hazrat Osman, Hazrat Ömer ve başqalardan tat. Enin kendi ensarlar. Bularga samimi sağlam ergeçkerler. Ensarlar olsun, ensarlardan başka keyinki tabiiler ve başkalar. Allah bulardır razı o adamlar. Demek sahabelerinin, muhacirlerinin ve ensarlarının yol tutup mangan samimi şular ergeçkerlerini bu Allah Teala muhacirler razı olganda, ensarlar razı oldu, avladım razı oldu. Bular mı Allah'ın ki bergen nimetedin memnun. Bular Allah Teala cennet vaat qilgan kişilerdir. Bu ayet qancha tafsir qilsak 1 soatgacha tafsir qila olamiz. Birimiz qila olsak bu ayet dinni tushunishda, dinni amal qilishda sahabelarga ergishish zarur deb ta'kidlaydi. Sahabelarningki bu ummatga yetakchi bo'lish, o'rnakchi bo'lish salohiyati bor deb ummatga buni eskartyapti. Bu Qur'onning bayoni. Bunun o'sha neçilgan oyatlar var sahabelar haqida to'xtalgan. Yana bir oyat alaylik. Qur'on-i Kerimda sahabelar haqida Lakinir Rasul vellezine amanu ma'u jahadu bi amwali ve anfusihim. Peygamber ve onunla iman keltirgenler. Sahabeler. İman keltirgen sahabeler. Bu qandaylar mal mülkü bilen, ceni bilen cihat qilganlar bo'ladi. Bular İslam üçün
islomni insoniyat yetkazish uchun janini taqdim qilgan, mol-mulkini ishlatganlar dedi. Xo'sh. Va ularga xayr, butun yaxshilik mushlarga mansub. Bular mutlun g'alba qilgan odamlar dedi. Dunyo oxiratdagi g'alba qilgan eng samimiy muttaqi odamlar dedi. Bu Qur'oni Karimniki sahobalar haqidagi bayoni. Yana bir oyat misol qilaylik, 3 bo'lsin. Lil fuqara'il muhacirin allazina Haşr surasi 8-9 oyatda ukhruju min diyarim va amvalim. O'zidan yurtlardan qo'g'lab chiqarilgan mol-mulklar musodir qilingan kambag'al muhojirlar kelsak, bular nima uchun hijrat qilgansa, Allohning fazlini, Alloh rahmatini umid qilib hijrat qilgan. Bular va yansurunallohu va rasul. Bularning qilgan ishi demasa, qilgan ishi Allohga va Allohning payg'ambariga yordam berishdi. Ularga musodiq, eng samimiy musulmonlar. Eng sodiq musulmonlar, eng muttaqi musulmon, iymonida, gap so'zlarda haqiqat, rostchil odamlar. Bu oyatning davomida vallazi tabawwuddar. Enin kendidan bularni kutib olgan Madinaliklar, iymon etgan Madinaliklar, ya'ni ansarlar kelsak, bular hijrat qilib kelgan musulmonlarning qarindishim deb qo'yilgan. Ularga quchoq ochgan. Ularga g'animatdan yoki davlat tarafidan ba'zi bir yaxshilik berilsa, uning qilcha ajab bular jiq birilib ketdi demagan. Oyatning oxiriga kelsak, bular Madinadan. Xo'sh. Buning o'xshash nechigan oyatlar. Bu sahobalarningki Qur'ondagi bayon. Ya'ni Qur'oni Karimdagi sahobalar haqidagi tasavvuri, sahobalar haqidagi bayon. Ya'ni sahobalar Madina o'tdi, oqla o'tdi. Ammo bu sunnatni inkor qilgan ozg'onlar sahobalarni qarlab o'tdi, ta'na qilib o'tdi. Bu Qur'ondagi bayon. Endi bu musulmon qarindoshlarimizga bu sahobalar haqida men bir necha hadis askarsak menimcha ortiq ketmas. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga til uzishdan to'sgan. Chunki sahobalar jamiyatda payg'ambarlar jamiyatini qilib qolsa eng ilg'or jamiyat hisoblanadi. Xo'sh. Bu sababdan payg'ambar alayhisalom la tasubbu ashabi, sahobalarni tillamanglar dedi. Agar sizlarning biringlar taqqa o'xshash oltinni Allohning yo'lida sadaqa zakat qilib bersimi, bularniki bir jin qilgan sadaqasiga yetmaydi dedi. Demak, islomning eng qiyin vaqtlarida, eng xalqliq paytlarda hech narsani aymagan bu samimiy sodiq musulmonlarga o'z vaqtida $1 islom yo'l chiqamiz, bugun sizlar million dollarlar uning o'rnini basa olmaydi. Bu payg'ambarimizning hadis. Bu sahobalar jamiyati bu ummatning ichida ilm jihati bo'lsin, amal qilish jihati bo'lsin, islomni dunyoga yetkazish jihati bo'lib qolsin, eng ilg'or jamiyat hisoblanadi. Eng ulug' jamiyat hisoblanadi. Hurmatga sazovor jamiyat hisoblanadi. Bu sababdan payg'ambar alayhisalom xayrul qurun qarni, musulmonlarning ichida islom tarixidagi eng ilg'or jamiyat, eng fazilat jamiyat, hurmatlash tegishli, qadrlash tegishli, madaniyat yaratgan savob jihat eng afzal jamiyat qaysisi? Qarni mening davrimda. Mening davrimda yashaganlar eng ilg'or musulmonlar. Enin kendidan uning keyingi davrda kelgan musulmonlar. Tabiinlarning. Enin kendidan uning keyingi kelgan musulmonlar. Demak, musulmonlarning tarixini fazilat jihat nisbat darajaga sundursa, birinchi darajada eng ilg'or daraja kim turdisa, sahobalar jamiyati turdi. Xo'sh. Bu sababdan payg'ambar alayhisalom alaykum sunnati va sunnati xulafa'ir roshidin. Sizlar mening sunnatimni va xulafa'ir roshidinning yo'lidan tutib mangan yo'l tutib manglar. Buni qattiq ching tutinglar. Shunday qilsan ozmaysizlar. Bu payg'ambar alayhisalomning sahobalar haqidagi bayon. Endi biz gapimiz qaysi? Qur'onning bayonini bayon qildik. Agar Qur'on ishindigan bo'lsa, Qur'on inkorchilari, sunnat inkorchi birlikda. Agar biz sahobalarning islom tushanchisini qabul qilmasak, sahobalarning metodini olmaymiz deb qarsak, u vaqtda bu azg'ullar va boshqalar nima ish qildi bo'lsa, Qur'oni Karimni sahobalarning davridan tortib bugun qadar islom ulamolarining metodini tamoman cho'rib tashlab, Qur'oni Karim nima bilan izohlaydi? O'zining nafsiy xohishi bilan Kallasiga nima kelsa shu shekilda. Sharqshunoslarning metodi bo'yicha, Bahoiyning usuli bo'yicha, Shianing usuli bo'yicha, Xavorijning usuli bo'yicha, kommunistning usuli bo'yicha, yana birisining usuli bo'yicha izohlashga yo'l ochildi. Maqsad bu. Demak, sahobaning usuli lozim emas Qur'on tafsir qilishda. Ularning metod lozim emas. Sahobadan ta bugun qadar sen falon mujtahid deb atayotgan o imomninki yoki o olimninki metodi bizga lozim emas. Demak bo'ldi. Maqsad nimasi? Bizni xohlagan tafsir qilgani qo'ydi. Biz Muhammadning o'rnida bo'la olamiz deb. Biz Abu Hanifchilik bo'la olamiz. Biz faloni Tabariga o'xshash yoki Tayr ibn Ashurga o'xshash bir mufassirchilik bo'la olamiz. Bizni olimiz aytganmi deydi. Hali kommunistlikni asaq olamiz.
Hele Hristiyanlığın izahatını alsak alımız, hele Mossad'ın izahatını alsak alımız, hele istihbarını alsak alımız, özümüz xalıgança tafsir qilgani qo'y, bizga cheklama qo'ymadi. Maqsad bu, hujum qilishga. Demak, bu sahobalar hujum qilishning asos sababi Qur'onni sahobalarning va olimlarning metodidan yiroqlashtirmoqchi. Qur'onni izohlash, Qur'onni tafsir qilishni sahobaning metodidan, olimlarning metodi tamoman chiqarib tashlab, o'zining metodi bo'yicha, nafsiy xohishiga metodi bo'yicha va sharqshunoslarningki sekularizmning metodi bo'yicha islomni, Qur'onni bizga o'ttirib tashlamoqchi. Bundan maqsadi bu. Bu sababdan mujtahid olimlar, davrimizdagi mujtahid olimlar sahobalar ta'liq qiluvchilarni ozg'on, zindiq, kofir deb baho bergan. Xo'sh. Bundan bularning nima uchun bu sahobalar u darajada o'chmanlik qildig'ini bilmayman. Balkim sahobalarning birasi sahobaning bir ish yoqmagan bu. Yana bir sahobaning bir qiliq yoqmagan. Tamam, inson bo'lganligi uchun ma'sum emas. Bir ish ayblandi. Falan sahobaning falan yerda ketdi. Lekin bir butun sahobaga til tekkizish, bir butun sahabini ozg'un chiqarish, uning tutgan yo'lini tamoman e'tiborsizlashtirish bu ummat ulgu bo'lishga, o'rnak bo'lish yaramaydi deb chiqarib o'tish, bu nimani yoritadi? Ummatni o'rnaksiz qo'yish. Masalan, zamonimizda sahobalar hayotini tanlanmalar, tabiinlar hayotini tanlanmalar degan kitob bizning millatning o'yinish qanchalik asos qo'shgan. Agar biz musulmonlarning hayotidan bu o'rnak yo'q desa, buning o'rni kim tushadi? Liping ro'yidan o'rganish, Shaxt ro'yidan o'rganish, Jolsi ro'yidan o'rganish, Bahay ro'yidan o'rganishga u o'rnak tushadi. Masala bu yerda. Buningki o'ynayotgan o'yini bu. Shuning bu hech narsa emas bu. Islomni yo'qotishdan bir vasitdan iborat bir g'alchilar. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. So'zimizni bu yerda oxirlashtirsak. Haqiqatan ichinishlik bir masala hamda bu maxluqlarningki bugun mushundaq bir ulug' dinni, ya'ni mushu asrlar bo'yi bu din uchun qurbon bergan insonlar o'ylasa, ya'ni tarix qarasak va hali ham dunyoda masalanga shunchalar musulmonlar izlayotgan, har xil xarliqlarga uchrayotgan vaqtida Rabbim yana o'zi va'da bergandek bu dinning eng kichik zarrasigacha mukammal shaklda biladigan diniy mujtahid olimlar insonlarni yetaklab shu Rasulullohdan olgan omonatni Rabbim bu dinni biz nozil qildik, biz qo'g'daymiz deb albatta uni qo'g'dash, uning sunnati, u dinning butun arkonlari bilan birlikda qiyomatgacha qo'g'daydiganligini Rabbim va'da qildi. Ya dunyoda bo'lgan har qanday bir fan, har qanday bir sohaninki o'zininki boshqa jamiyatda ishlatilmaydigan o'zining maxsus atalg'ulari va universitetiga kirsimi, qaysi bir fanga kirsa oldi bilan shu fanda, shu sohada ishlatilgan nurg'un atalg'ularni o'quvchilar bir yil tayyorlik qilib, shuningda yetishib chiqib, shu metod, shu asos ustiga o'zininki uningdan keyingi ilmini qurdi. Bu maxluqlar nima degan ichinishli holi bularning hamdi. Ya men mo'zdoz kasimi mo'zdozcha sharilisa, din degan musulmonlarga tushirilgan bo'lgan ekan. Kim tutsa, aslamda hamma odam bildi bu narsani. Alloh taslashtirmagan u bu deb. Ya'ni u qadar puchaklashtirayotgan, xohlagan odam, xohlagan kayfi bo'yicha qilsin. Maqsad oxirgi nishon nima? Chuvalchaqlik, hamma odam o'zi bilgancha gap qilgan. Dunyoda bunday shulamdi ya. Ya o'ylab boqaylik, insonniki ya har bir ilqi bu safsatlarni anglaganda normal bir insonning badallariga tikan olishib ketdi. Bu maxluqlar shuni og'zidan chiqarayotganda qanda bir yo'q boshqa bir eng oddiy bir kichik bolasiga bir boshlang'ich maktabda qo'ygan bolasiga bu safsatlarni desimi ko'ngli shudamdi. O'ylab boqaylik. Bu darajada safsatlarni nomussizlarcha xijillanmasdan millatga sunyapti. Yana ko'ranglayapti. Rabbim Alloh subhanahu va taolo albatta bularga loyiq bir shaklda dunyo va oxiratda muomala qilishga albatta qodir. Uningga hech bir shubhimiz, shak u bunas yo'q. Rabbim Alloh subhanahu va taolo haq yo'l ustida mustahkam qilsin. To'g'rini to'g'ri bilib, shuningga amal qilish, bundaq puchak, botil axlatlardan uni bilgan asosda uningdan yiroq turish, ko'rgan yerda tukirib tashlash, bundaq bir ne'matni
basiratni ata qilsin Rabbim. Allah ömür berse yeni bir qatımlıq söhbəti görüşkücə aman boğayslar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.